Rahmat, yaxshi rahmat. Endi Abu Talib efendi bizga mana Qozonga nishigrak kelib jetdimi ekan, aning yo'l sayohatlari nishi qildi, o'ngishli bo'ldimi ekan, shu to'g'rida so'rab ketsaydi. Qozon? Qozon. Ana uchqonin samolyotun Moskvun, terroristun pistolетun и Qozonun. Qozonun uchib kelgan samolyotun berilgan. Abu Talib efendi aytdi, "Menga bik aybet, o'ng'ayli kelib jetdim Qozonga, samolyotlarga da bik yumshoq aybet ekan" deydi. Yaxshi, yaxshi, bizga bizda samolyotlar aybat, yaxshi. Endi mana Qozon turida o'zining tasvirlari bilan o'rtoqlashsa edi. Qozon o'xshadimi ekan Abu Talib al-Qattali al-Salg'ali efendiga? Barg'anun, ko'rganun, pichirog'un, vokzalun, pichirog'un, fingalun, bomjun, qizlarin qizga ittag'un, temaga tortavun, meni tortavun, tuda-sudavun. Abu Talib efendining aytuvuna qaraganda, shahar аңа бик оңай ta'sir qoldirgan, vokzallarimiz chista, tuzuk, qizlarimizning intellektual darajasi bik yuqori ekan deydi. Yaxshi, bek aybat, bizda qizlar maqtarlar. Maqtamasi tugadi. Endi kelib mana shiratdagi so'rov qisqagina vaqt ichida Abu Talib efendi bizning ovullarda da bo'lgan ekan. Ovullarda nima ta'sir qoldirgan bizning tatar ovullari? Avvalın barğanın avtobusun 80 kişiyin. Dıngır dıngır. Kelgan